Assalomu alaykum YouTube kanalimizda obunachilari, bizlarni doimiy kuzatuvchilar. Bugun obzorda mana bu qiladigan obzorimiz drobilkamiz Xitoydan birinchi qo'l optim narxlarda 101 kilolik universal drobilkamiz bo'ladi. Mana buni parametrlarini bitta ko'rsataylik. 4 kilovatlik motor, 3000 оборот. Mana og'irliklari mana 101 kilolik universal drobilka hisoblanadi. BAO kompaniyasiga tegishli. Buni variantlari kilolariga qarab har xil turdagi variantlari bor. Mana bunaqa 88 kiloligi ham bor. Shuning uchun buni obzor qilyapmiz. Hozir 101 kiloligini farqi borligi evaziga bular narxlari ham farq qiladi. Bularni mana ichidagi segmentlari ham farq qiladi. Bitta ichlarini ham bitta ko'rsatib beraylik mana. Segmentlarga, pichoqlarga keladigan bo'lsak, mana shunaqa 5 qatorli pichoq. Mana molotoklarini ham ko'rishingiz mumkin. Tak 8 ta, еще 8, 16, общий 37 ta pichoq. Molotok bilan pichog'i 37 ta bularniki bo'ladi. Sitkalariga keladigan bo'lsak, bularning sitkasi, mana sitkalarni ham ko'rsataylik. Mana eng mayin sitkamizdan boshlaymiz. Keyin yirikroq yormasi, mana yirikroq, mana bunisi xashakka mo'ljallangan. Mana bitta qo'shimcha beriladi bu. Bu podarkaga beriladigan, bu ham yirikroq chiqarishga xashakka mo'ljallangan sitkamiz hisoblanadi. Sitkalarimiz o'ta sifatli materialdan tayyorlangan. Ichida ham mana bitta yopiq sitkasini ko'rishingiz mumkin. Mana o'zida turibdi. Bu yopiq sitkasi. To'g'ridan to'g'ri chiqazish uchun o'zi bilan ichida turadi, mana shunaqa keladi. Motorimizga keladigan bo'lsak, mana motorimizni ko'rsataylik. O'sha to'rtburchak kuchli motordan qo'yilgan. BAO kompaniyasiniki bu ham 4 kilovatlik motor, datchikli mana. Tepasida datchik toklan ko'rsatadi. Bularni hozir obzordan keyin ishlash jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz. Podshipniklari mana ko'rsating, mana bu yerda podshipniklar hammasi shpris bilan moylanadigan podshipniklar. Mana bu tomonida ham, bu tomonida ham mana shpris bilan moylanadigan podshipniklar bor. Ikkita remen bilan harakatlanadi. Bular 3000 обороты. Mana bunaqa mana avtomatlari bor. Avtomatdan mana o'chirib yoqasiz, bemalol o'chirasiz, yoqasiz avtomat. Baland tok kelib qolganda ajratadigan. O'sha kabellari ham mana baquvvat kabeldan qilingan. Напряжениyalarni ko'taradi, erib ketmaydi, qizib ketmaydi. Bularda 6 oy servis xizmatlari, garantiyalari bor bularni. Mana shu pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hozir buni ishlash endi jarayonni sizlarga qo'yib beraman. Xashak va don mahsulotlarini o'tkazib ko'rsatib beraman buni ishlashlarini. Tomonni o'tkazamiz mana birinchi. O'zi bosib turadi. Ichida mana nimalar ham bor ekan, tublar. Ko'ryapsizmi? Mana tortib ketadi. Mana shu yerga qo'ysangiz mana. Buni shart emas, buni itarib yotish mana. Ha, ko'ryapsizmi mana? Mana shu yerga qo'ysangiz bo'ldi. Ha. Yes. Mana. Ha. Tomonni ko'rdim ham demayapti. Endi makka poyani ham o'tkazamiz. Avval buni mana yanchilgan tomonimizni bitta ko'rsataylik. Qarang, buni mayinligini qarang. Umuman nishqit qilmaydi-da buni. Mayin qilib beryapti. Endi poyani o'tkazamiz endi. Namoz qo'ya ekan. Mana qo'yamiz o'tkazamiz.
tortib ketadi. Shuni og'ziga olib borib, mana tegizsa mana poyamizni ham o'tkazib oldik. Mana ko'rsataylik. Mana qurib qanaqangi. Mana poyasi qalin edi mana. Mana shunaqa qilib bemalol mollar nishqirt qilmaydigan qilib chiqazib beryapti. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Mana poyamiz. Bemalol nishqirt qilmasdan oxirigacha yeydigan qilib chiqazib beryapti. Endi buni hozir bu tomonidan bunkeri bor. Don mahsulotlarini yanchib beradi. O'ning uchun mana bunisini yopamiz. Bunisini ochamizdagin donni ham chiqarib ko'rsatib beraman hozir. Buni chekkaroq olib qo'yamiz. Va sitkasini almashtirib dondagini qo'ydik. Donimizni joylab oldik. Mana endi hozir qo'shamiz. Bismillah. Mana og'ziga qop qo'yib oldik, chang emasligi uchun. Sekingina mana buni ochaveramiz mana dondikini. Mana. O'zingiz mo'ljalingizga olib borib, qotirib qo'ysangiz ham bo'ladi, misol uchun buni. Ha, o'zi ketaveradi. Mana donimiz mana ketyapti. Kamayyapti mana. Og'ziga mashinasi qopni nimadir qo'yib olsanglar qulayroq narsa. Yoki bir balandroq joyga o'rnatib, yatib qo'ysa ham bo'ladi pastga. Mana salkam 10 kilo donimiz mana chiqyapti mana. Ko'rdingizmi? Salkam 10 kilo donimiz mana. O'tkazsangiz ham bo'ladi, lekin mana shuni normada qo'ying yaxshiroq. Mana donimiz tugadi. Buni o'chirsak ham bo'ladi. Endi qopimizni ochib ko'ramiz hozir. Qani donimiz qay darajada? Biz hozir og'zini salgina mahkamroq qilib yopib qo'ydik, ochilib ketmasin deb. Mana qopni og'ziga o'zi to'g'rilangan bu narsalar. Mana bu to'g'ri keladi. Bir qop qo'yaman desangiz ham. Mana buni ham tushiraylik. Mana asl vaqtimizni ko'rsating. Mana qarang, qanday bemalol mana sepib bersangiz bo'ladi. Bunaqa hazm bo'lmasdan o'tib ketmaydi-da, sepib bersangiz bo'ladi. Yemlarni ustiga, xohlagan yemni ustiga sepib bersangiz bo'ladi ana. Ko'ryapsizmi qanday mayin qilib chiqazib berdi. Mana shu pastdagi raqamlarga chiqaverasizlar. Xitoydan birinchi qo'l to'g'ridan to'g'ri mana sklatimizda yetarlicha mana shunaqa korobka holatda boradi. Mana keling bitta ko'rsataylik. Mana shunaqa korobka holatda bo'ladi mana. Mana Bao kompaniyasining mana shunday yozuvi bilan boradi. Mana shtrix kodlarimiz ham bor. Motori отдельный boradi bularni. Mana shunday korobkada o'zi boradi. Mana 88 kilolik mana bunaqa korobkada bo'ladi. Mana yozilgan o'zi 88 kilolik deb. Hozirgi o'tkazgan rabilkamiz bu 101 kilolik, adashtirmang. Mana shu ekrandagi narxlar bilan O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ichida mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Xohlasangiz mana bu kichkinasidan 3 xil rangda qizil, yashil, sariq rangda bo'ladi. Bu 101 kiloligimiz hozircha faqat sariq rangda boradi. Qizil, yashili yo'q, sariq rangda boradi. Bunisini ham, bunisidan ham bemalol zakaz qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul yetkazib berishlari, narxlarni mana shu ekrandagi narxlar bilan yetkazib beramiz.